Salom Dilroz. Salom Jisu. Qalaysan? Yaxshi, sen? Men ham yaxshiman, lekin ozgina uyqum bor. Bugun ta'til kuni bo'lgani uchun aylanishga chiqamiz. Kunimiz bekorga o'tmasin deb qizlar bilan voqli turdik. Sen nima qilsan? Meni ham sen uyg'otding. Lekin u yaxshi bo'ldi. Voqli turish yaxshi. Ha, bilsaydim uyg'otmasdim. Hech qisi yo'q. Deganimdek voqli turish yaxshi keladi. Hozir nonushta qilaman. Keyinroq dushga kirib, keyin dars qilaman. Sen nonushta deding, meni esimga keldi. Biz bu yerda har kun sabzavot va kaloriyasiz narsalar yeyamiz. Sabzavotdan to'yib ketdik. Yaxshi, bugun xohlaganimizni yeyolamiz. Sen nonushtaga nima yeysan? Klassik turkcha nonushta qilamiz. Pishloq, yaxshi damlangan qora choy, tuxum, non yeymiz. Uf, qanaqa yegim keldi, bir bilsayding. Biz bu yerda sizlarga o'xshab nonushtamiz yo'q, lekin bir kun turga kelib, o'sha mashhur nonushtadan yeb ko'raman. Jisu, tayyormisan? Ketishimiz kerak. Hozir Jenny, tayyorlanaman. Mayli, xayr Dilroz, tayyorlanaman. Jisu, davay. Xo'p dedim-ku, kelmay. Mayli, xayr Dilroz, o'zingni ehtiyot qil. Yaxshilab dars qilibki, konsertlarda meni eng oldindan ko'ra ol. Xayr. Roze, bugun nima yemoqchi bo'lganini tanladingmi? Hali emas. Oldimga nima kelsa yeyveraman, brokoli tashqarisida. Bo'pti. Black biza bilan keladimi, yo'qmi so'raymizmi yoki yo'qmi? Jisu so'rayman deganda. Qizlar, men fikrimdan qaytdim. Nimaga? Necha kundan beri shu kunni planlayapmiz. Emas, Blackdan kelib kelmaydiganini so'rashdan voz kechdim. Fikringdan qaytishda haqsan. So'rash bilan vaqtni o'tkazmaylik. Davay ketdik, men och qoldim. Bir so'rasaydik kechki. Yo'q deganini bilaman, shuning uchun bekorga stress qilishni keragi yo'q. Ertalabdan mingta gap gapiradi. To'g'ri aytasiz shekilli, ketdik bo'lmasam. Meni ko'rganinglarda qo'rqotganinglarga ko'ra, meni orqamdan gaplashayotdinglar. Yo, nima aloqasi bor? Biz ketayotdik o'zi. Davay qizlar. Shht, Roze. Nima bo'ldi? Ehtiyot bo'linglar. Nimaga? Kecha sen qizlarning oldiga borgandan keyin yana nimadirlar ko'rdim. Nima ko'rding? Olov ko'rdim. Shekilli bitta joyda yong'in chiqadi. Sen ko'rganlaringni qachon bo'ladiganini bilmaysan-ku. Nima bo'ldi? Ha, ko'rmayman, lekin Lisa, Jenny, Jisu gaplashganini ko'rishimni bitta ma'nosi bo'lishi kerak. Roze, qayerda qolding? Ket tezroq. Hozir kelman. Tush ko'rgansandir balki. Buni o'ylayman, mayli men ketdim, xayr. Roze, sen baribir ham ehtiyot bo'l. Oxiri qornimiz to'yadigan bitta ovqat. Sabzavot tashqarisida boshqa bitta ovqat. Botdan chiqqandan keyin bitta shirinlik yegan boringlar. Birinchi bularni bitta yeylik, keyin ko'ramiz Jisu. Bo'ladimi? Telefonim chalyapti, hozir kelaman. Qizlar, Rozedagi bitta g'alatilikni bitta men sezdimmi? Men ham sezdim. Kasal bo'lgan uchun deyman, lekin Black bilan jazoxonasida qolgandan keyin bo'ldi bular. Black bilan orasida bizga aytmagan nimadirlar bo'ldimikin? Bo'lishi mumkin. Gaplashib bo'lgandan keyin stolga keladi-ku, o'sha payt so'raymiz. Alo, Black, nimaga telefon qilding hozir? Biz bilan kelmoqchisan, to'g'risini ayt. Yo'q, ehtiyot bo'lish uchun telefon qildim. Rahmat shunaqa deganing uchun. O'zi biz ham yong'in chiqsa birga bormoqchi edik, kasalxonaga tushish uchun. Shuning uchunmi telefon qilding menga? Ha. Qara Black, bugun nima ko'rgan bo'lsang yoki ko'rgan o'ylayotgan bo'lsang, bugun bo'ladiganini o'ylamayman. Bo'ptimi? Mayli, baribir ham orada senga telefon qilib seni nazorat qilib turaman. Deylikka aytganlaring to'g'ri. Nimaga bizdan xavotir olsan?
Qo'rqma, hech kim seni kelajakni ko'ra oladiganini bilmaydi. Seni ayblamaymiz yani, bundan vahimang bo'lmasin. Sen baribir atrofingga ehtiyot bo'l. Kuygan hidni ovoslab qizlar. Go'shtlardan kelgan hid haqida gapirasizmi? Ha, go'shtlar. Roze, kafeda kim bilan gaplashding? Bitta o'rtog'im bilan. Black bilanmi? Yo'q, u qayerdan chiqdi? Jazoxonasida Black bilan nimalarni gaplashdinglar? Hech, uncha narsa gaplashmadik. O'zi haqida senga hech gapirib bermadimi? Uncha gapirib bermadi. Lekin jazoxonasidan chiqqaningda sening sochlaring g'alati edi. Boshqa narsalar ham bo'ldimi? To'g'risini ayt. Ozgina urishdik. Boshqa narsa bo'lmadi. Nimaga urishdinglar? Qaranglar, Shiringa kelyapti. Vau, zo'r ko'rinayapti. Men bu shirinlik bilan bir necha oy ishlashim mumkin. Tarelkani tozalamasdan qo'ymayman. Men tez qaytaman. Nima bo'ldi yana? Hech narsa bo'lmadi, to'g'rimi? O'zi shunaqa nimadir bo'lsa, men xabar beraman. Har kuni telefon qilaverma, qizlar shubhalanyapti. Baribir men ehtiyot bo'l. Yana qizlarga hech narsa aytma. Bilasan, so'z berding. Aytmayman, qo'rqma, o'zi so'z berdim, bilaman. 100% gaplashgan kishisi Black. Yana 100% jazoxonasida ham nimalarlar qilishibdi. Qizlar, bu holni ko'rasizlarmi? Ha, ko'raman. U meni shikatimdan kelyapti. Akajon, o'zi haftada bir marta morojniy yeymiz. Bering. Nima qilmoqchi bo'pti? Bizani mahallani jinnisi bo'lmasin. Uf, Black, yana nima bo'ldi? Hech narsa bo'lmadi, to'g'rimi? Aytdim-ku, o'zi shunaqa narsa bo'lsa men telefon qilaman. Akajon, bera qoling morojnimni. Aka, bering. O'zi haftada bir marta kelaman. Sharmanda qildingiz meni. Orqada Jenny baqiryaptimi? Ha, morojniy olishga keldik. Taxmin qilaman, mahallani eng oxiridagi morojniychiga keldinglar. Agar yong'in chiqmagan bo'lsa, mana o'zim ishimni qilishim kerak. Har doim ularning yonida turolmayman. O'zi zaryadka mani tugadi. Nima bo'pti? Kapıdan Eshikdan o'tolmayman, hamma joy olov bilan to'la. Yordam beringlar, kim bor? Qizlar kechqurungacha bo'tda bo'lmaydi. Demak, oshxonada bularni ko'rishimning ma'nosi bu edi. Demakki, qizlar emas, men xavf ostida edim. Telefonning zaryadkasi ham tugagan, nima qilaman? Rasmlar, daftarim. Ularni olishim kerak. Qo'lim. Yaxshi edi-ga. Qornim oxirigacha to'lib ketdi. Kechki bugun tugamasa. Hozir Black biza bilan kelsaydi, hozir semiz bo'lib qolasizlar deb ustimizdan kullardi. Uni kelmagani bizaga ham, unga ham yaxshi bo'ldi, menimcha. Black nimaga telefon qilmadi ekan? Yo'q, nimaga telefon qilish kerak ekan? Roze, nimaga faqat telefoningga qarayapsan? Yo'q, uncha qaramayapman. Faqat zaryadkasi tugatdimmi yoki yo'qmi deb qarayapman. Bo'ldi. Ha, mayli, bugun sen ustingga kelmayman. Kunimiz yaxshi tugasin. Tez yordam nimaga buncha tez o'tib ketdi ekan? Xuddi bir bizani yotadigan joyimizga ketyapti. Yong'in, bizani qoladigan joy, tez yordam, Black. Hop, hozir qutulamiz. Hozir 100 gacha sanayman. 1 2 3 4 99
100.